Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Tezkor Aviya, bugun Toshkentdan uchadigan reyslar bilan tanishtirib o'taman. Bugungi tanishtiradigan reyslarimiz O'zbekiston havo yo'llarida bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Toshkentdan Rigaga uchadigan reys uchish vaqti 8:15 da uchadi, 12:00 ga Riga vaqti bilan borib qo'nadi. 4.500.000 bagajli esa 4 bez bagajli chiqadi. Bundan keyingisi Toshkentdan Istanbulga bo'ladi. Uchish vaqti 7:40 da 11:00 da Istanbul vaqtiga borib qo'nadi. Xo'p, buni bezazratli 35 kilo bagajli esa 2.100.000 chiqadi. Bundan keyingisi Toshkentdan Groznyga bo'ladi. Uchish vaqti 08:50 da uchadi, 10:00 ga borib Grozny vaqti bilan qo'nadi. Bagajlisining narxi 2.300.000, bez bagajlining narxi 2.100.000 chiqadi. Toshkentdan Almataga ham so'rashgandi. Toshkent Almata reysi ertalab uchish vaqti 8:15 da uchadi, 9:45 ga Almata vaqti bilan borib qo'nadi. 1.200.000 bagajli esa 1 million bez bagajli bo'ladi. Xo'p, Toshkent Nur-Sulton yo'nalishi 15:10 da Toshkentdan uchadi, 17:10 ga Nur-Sulton vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisining narxi 1.500.000, bez bagajlining narxi 1.300.000 chiqadi. Xo'p, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Agar manzillaring uzoq bo'lsa, biletni elektron ham qilib beraveramiz. Keyingi safar qaysi reyslar tanishtirishimizni kommentariyaga yozib ketinglar.